Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilik bir mahal dunyoning zo'r diqqatini qo'zg'ab kelgan bo'lsa-mu, xalqaro vaziyatdagi jiddiy o'zgarishlar buningda yangi yuzlanishlarni borliqqa keltirayotganligi ma'lum. Ana shu xil reallikqa qarata kishilarning tunishini o'stirish, shuningdek navbatda Uyg'ur jamiyati uchrayotgan qismatlarning qandaqdir o'tkinchi hodisa emas, aksicha sistemalik holda izchil davom qilayotgan qirg'inchilik ekanligini yana bir qatam eskartish tirishchanligi 22 may kuni kechqurun Amerika Avam palatasida chaqirilgan Uyg'ur tilini saqlab qolish va Uyg'ur qirg'inchiligining tasviriy ko'rinishi temasidagi yig'inda aks etdi. Uyg'ur akademiyasi, Uyg'ur harakati, Uyg'ur adliya arxiv ombiri qatorliq o'rinlarning o'rtaq saytlarida vujudga chiqqan bu qatimliq yig'inni Uyg'urlar haqidagi bir qatimliq ahvol tunishtirish faoliyati degandan ko'ra, Uyg'ur jamiyati uchrayotgan reallikning qanchalik ta'xirsiz ekanligini texmi jonliq ko'rsatish tirishchanligi deyish mumkin. Xitoy hukumati o'zlarining siyosiy va iqtisod sohasidagi afzalligidan dastak qilgan holda xalqaroda o'zlarining qilayotganlarini terrorlikqa va oshqo'llikqa qarshi turish deb tasvirlayotganda, Uyg'ur akademiyasi va Uyg'ur adliya arxiv ombiri Xitoyning yolg'onchiligini yana bir qatam fosh qildi. Yig'in ishtirokchilari radiomizning ayrim ziyoratini qabul qilish jarayonida o'ttirib qo'ygan fikrlar bu nuqtani texmi ro'shan ko'rsatib berdi. Assalomu alaykum Ro'shan xonim. Aldı bilan bugun sizlarning ya'ni Uyg'ur harakati tashkiloti, Uyg'ur akademiyasi qatorliq bir qism hatto Amerikaning Tinchlik institutida bugun hamda Amerikaning davlat majlisida nayda muhim ahamiyatli bir yig'in elib bordinglar. Hamda bunda bir muncha Amerikaning hukumatining ham Uyg'ur tashkilotining birlikda hamda bu yig'inni echishdagi maqsad nima? Növbətdə hazır dünyanın hər qaysı yerlərində yüz beriyotgan hər türlük buluyotgan şu kaoslar, türlük işlər tüpəyli Uyğur məsələsi biraz çətdə qarılıb qoyatıdı. Mundaq vaxtda bugün həm də mahəbdə parlament azalarınınki bir həftəlik tətilgə çıxıb getişinin aldıdakı axırki həftəsi. Muşundaq vaxtda bizninki 5. ayının 24. günü 2022 yılı, yani 2 yılın aldıda aşkarı boğan saqçı material Şinjan saqçı hüccətlərinin 2 yıllık hatır günüdə hem 3D mevhum reallıqni oturğa çıxagan görsüvatqan Norvegiyadaki Nokia'nın Norvegiya Uyghur Komitetinin astidagi bu Uyghur Transitional Database degan bu gruppunun işləyən bu filmi və tədqiqatınınki tonuşturuluşu hem şundaqla muşundaq bir aktiv irqi qırğınçılıq buluvatqan Uyğurlarning kelgüsü üçün diasporadagi Uyğurlar üçün Uyğur Akademiyasınınki mevcutluqqa çıxagan reallıqqa çıxagan Uyğur til yazıq yani til ögünüş Uyğur tilini ögünüş kitaplarınınki yoruqluqqa ko'z ochganligi mushu uch sababdan biz bu faoliyatni qildik. Maqsadimiz bugungi kunda Uyg'urlarning beshiga kelayotgan bu irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak va shundaqla tilimizni, dinimizni, madaniyatimizni, tariximizni, hamma narsamizni yo'q qilishga tirishayotgan Xitoy hukumatiga, Xitoy davlatiga qarta bir qattiq bir qarshilik berishimiz bilan Amerika Davlat Majlisida Amerika parlamenti azaları ve Amerika hükümet xodimlari, Tashqi ishlar ministerligi bo'lsin yoki USAID yoki Tinchlik instituti bo'lsin, mushu Amerika hukumatining har qaysi tarmoqlarininki birlikda Uyg'urlar uchun qadam elishini va birlikda Uyg'urlarning kelgusi uchun, Uyg'urlarning istiqboli, erkinligi uchun harakatga o'tishini ümid qilib faoliyatni qildik. Siz abaydan dediniz yani yaqindan yaqin masalan Amerika hukumati bo'lsin, dunyoda yana Uyg'ur masalasi sal chetga qiqilib qoldi dediniz. Ammo bugun sizlarningki o'rinlashtirgan bu yig'inda Amerika Tashqi ishlar ministrligining yordamchi ministri, Amerika Davlat Majlisi mana eng oxirgi oyda jiddiy aldirash bir hafta bo'lsa-mu, Amerika Davlat Majlisidan Tom Suozzi ham Yang Kim xonimlar kelib bu yerda Uyg'urlarni qanchalik qo'llaydiganligini ifodaladi. Undan boshqa yana boshqa mushu abay mushu faoliyatni tashkillagan tashkilotning Amerikaning tashkilotlarining yuqori darajalik boshliqlari so'zlagan bo'ldi. Siz buningda hamda nima his qildingiz? Gerçi ko'rinishda Uyg'ur masalasi bir chatga qarilib qo'yayotgandek bo'lsa-mu, yanıla Amerika hukumatining Amerika Davlat Majlisidagi Kongress a'zolarininki
Amerikanın yuqori darajalik tarmoqlari, Tashqi ishlar ministrligi, Homeland Security deymiz, vatanimiz bo'lsin, har qaysi davlat tarmoqlarida yanıla Uyg'urlar masalasiniki yuqori kishilarniki ko'nglida yanıla muhim bir o'rinda turganligini biz harakat qilib bersak, cho'qim yanıla gündemde Uyghur meselesini gündemde tutup duralaydıqanlığımızı his qildim. Məsələn, tönügənlər Amerika Dövlət Məclisində Amerikanın Tashqi ishlar ministri Anthony Blinkenni onun əmri so'ragan bo'ldi. Nurg'un Xitoy siyosati bo'lsin, boshqa siyosatlar. Məsələn, bu jarayonda Uyg'ur masalasi o'tirib qo'yildi. Məsələn, Amerika shu Kengash palata a'zosi Dick Durbin efendi, məsələn, sizning hadingiz Gulshan Abbosni alohida o'tirib qo'yib so'radi, məsələn, Blinkendan. Bununla sen qanday qilsizlar, davomli qo'yib berilishga kuchamsa desa, men kuchayma dedi. Siz buni anglagandan keyin qanday hissiyot keldingiz? Bu tünögünki bu anlaşışını nayeti mühim bir jığıntı, çünkü bunun da 2025 yıllık Amerika Tashqi ishlar ministerligi, yani Amerika Davlat ishlari ministerligining State Department'ninki hamçotini o'tirg'i qo'ydigan va shuni tasdiqlaydigan bir cho'ng shundaq muhim yig'inda Senator Durbin, yani Majority Whip deymiz, Senatdagi nayeti muhim bir komitetninki raisi, bu kishininki Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'yish va mening hadamning ismi bilan, rasmi bilan o'tirg'i qo'yib turib, Tashqi ishlar ministerligininki bosh ministri bo'lgan Secretary Blinkendan buni so'rashi, shundaq bizga o'xshash bu irqiy qirg'inchilik deganda bu faqatlanma Uyg'urlar bir statistika, ya bir son, manchadam yo'qolib ketdi, manchadam lagerda, manchadam turmada emas, har bir individual, har bir ismi bilan, rasmi bilan, jismi bilan Uyg'urlarninki hozirgi ahvolini surishti qilayotganligi bizga texmi jasorat berdi va texmi vatandagi xalqimizning ovozi bo'lishga tirishishimizga kuch qudrat berdi. Axir savol, bugungi bu so'rinda shu hukumatning odamlari va tashkilotning odamlaridan sirt sizlar yana Uyg'ur lager shohidlaridan Tursunoy Ziyovuddin ham Mehrgul Tursun taklif qilibsizlar, ularga kelgan bo'ldi. Ham Tursunoy Ziyovuddin xonim hamda o'zining beshini o'tgan issiq sovuqlarni qaytadan mushlarning oldida bir qur tushundigan bo'ldi. Oson emas albatta, shunda bo'lsa-mu yana tushundigan bo'ldi. Sizningcha shu lager shohidlarning bo'lib yana davomli to'xtamasdan Amerikaning davlat majlisida mushakkab guvoh berishning ahamiyati nima, undan keyin buning ta'siri qanday bo'layotdi? Biz bu yig'inimizga Mishadagi Amerikada yashayotgan 4 lager shohidining hammasini chaqirgandik. Zumrat Davud, Gulzira Avulxon, Mirgul Tursun va Tursunoy Ziyovuddin, ammo qolgan ikki qarindishimiz o'zlarining shaxsiy bir ishlari sababli kelamay qoldi. Ammo mushundaq bir so'rinda Amerika Davlat Majlisining ichida ularningki ishxonasidagi amaliy ish qildigan qonun loyihalarini yozadigan Uyg'ur masalasini her qitim Xitoyga munosabatli bir masala o'tirib qo'ygan chog'da Uyg'ur masalasini shunga yondash elib berishga turtki bo'ladigan xizmatchilarning ko'plari bu yerga keldi bugun. Shularning oldida bu Uyg'ur masalasining bir jiroqdagi bir bo'layotgan yoki bundaqlan bir xabarlarda o'qib qo'ydigan bir ish emas. Shu irqiy qirg'inchilikning yuzi bo'lgan mushu bizningki qahramon jasur lager shohidlarimizning bu yerga bo'lishi va shundaq mevhum 3 yillik reallikni qo'yayotgan vaqtimizda ashlarning chiqib, mana men mushuni yashadim deyishi, bu texmo insonlarningki yuragiga xitob qilinadi. Faqatla qarabla, anglabla emas, ashad men nurg'un o'tag'an shu davlat majlisida ishlayotgan xodimlarning ko'zlaridan yosh chiqqanligini ko'rdim va boshqa shu davlat nimalardan, hukumatdan kelgan xodimlar o'zlarining nihoyatda azoblanganligini, buning nihoyatda ta'sirli bo'lganligini dedi. Mana mushundaq bir kayfiyatni turg'izish va Amerika hukumatining, Amerika davlat majlisidagi davlat majlisi kongress a'zolarininki harakatga o'tishi uchun bizningki lager shohidlarimizning tirishchanligi va ularning roli bakmi kuchli. Baxtiyor Umar efendi, Washingtonga hoş geldiniz. Rahmat, hoş buldum.
Siz hem de bu qitim Norvegiyadan alayida Washingtonga kelib, bugun mana Amerikaning davlat majlisida, ya'ni sizlar hem de yaqinda o'zinglar yaratgan mavhum reallik orqali, ya'ni bu lagerning ishini ko'rgan yangi bir 3D, ya'ni 3D texnika bilan hozir buni o'tirib qo'ydinglar bugun. Buning filmini qo'ydinglar. Endi buni qanday vujudga chiqardinglar endi buni? Mındaq bir 3 nuqtani birlashtirishga bo'ldi buningda, chunki biz Uyg'ur adliya arxivi nurg'un kishilarniki, minglagan kishilarniki guvohligini oldi qoldida. Bizniki maxsus Sunniy Amradan Sunniy Amra xaritasini analiz qilgan tadqiqot guruhimiz bor. Bu ikkisini qo'shgandan keyin bu bizda guvohchilarning guvohligi bor. Shuning bilan birga vaqtda boshlagan biz oxirida 280 dan ortiqni qildik. Anadaki may tunugün bugün biz e'lon qilgan kitobmi shu 800 dan ortiq Xitoydagi majburiy emgak o'rni, lager qatorliq o'rinlarning analizi. Hamda bu guvohlik bilan analizni suratlarni kirishtirgandan nima bo'ldi? Biz nurg'un dokladlarni yozdik, kitoblarni chiqardik, lekin kishilarning isida u qolmaydi ekan. Bo'lib tadqiqot dokladlari akademik kishilarniki o'qiydigan narsa. Shuningga biz qanday qilib dunyoga bir ko'zi unutmaydigan narsani bildira olamiz. Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini bir eg'iz gapga yoki bir suratga qanday kirishtira olamiz degan bu chiqish nuqtasi bilan oxirida 3 mavhum reallikdagi bu 3 ko'rinish bu uchsi birlashgan chog'da Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini ko'z bilan ko'rgili bo'ldi. Quloq tanlig'ili bo'ldi. Ya'ni bir ko'rgan odam erkiy qirg'inchilik degandan biz yosagan narsa darhol ko'z oldiga keldi. Ya'ni bu odamning uzun mezgillik aslihat saqlash xotirasida qoladi. Bu nuqtadan chiqish qilib turib, anadaki bu akademiy dunyo emas, siyosiy dunyo emas, butun dunyodagi fuqarolar ko'rsa Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini bir qarab to'naydigan narsa 3D'dagi reallik. Shuning uchun biz buni yasab chiqdik. Buna sizden kolunuz ki bu hem de hesapta közeynek desek şu 3D reallik közeynek işinden mi? Biz bunu mevrum reallikdagi közeynek yani VR közeynek deb ataymiz. Bu arqali siz o'zingizni shu muhitning ichidagidek his qilasiz. Ya'ni 360 gradus sizning atrofingizda shu muhit bor. Buning ovoz angliqli bo'ldi. Kishilarniki yig'ilgan, qiynalib anandaki zanjirlarning sharaqshayotgan, eshiklarning echilayotgan ovozlari qulog'ingiz kirish bilan birga siz atrofingizga nariga qarasangiz shu turmining ichi, lagerning ichini ko'ra olasiz. Shuning buning hatto ba'zi Uyg'urlar biz buni bir necha yerda ko'rsatdik, masalan Yapon, Tayvan qatorliq cho'ng yig'ilishlarda anandaki bizniki bu bir film bor, bizniki shu Uyg'ur adliya arxivi tanishtirgan, ya'ni Shavqun So'ram degan. Bu film festivallarida 3 bo'ldi. Buningda Amerikadami kelyapti. 31-yillar bu festival qatnashmoqchi. Bu yerda ko'z tish orqali kishilarningki shu muhitni his qilish. Ya'ni biz so'zlaydi ekanmiz, lager shoirlar deydi ekan, Uyg'urlar bir gap bor, ko'rganni qildi, ko'mgan nemini deb. Siz bu ichida turib ko'rgandan keyin bu sizning esingizdan chiqib ketmaydi. Anandan keyin bu yerda qalliq o'rnab ketadigan bir narsa bor. Chunki as tutish ko'z bilan ko'rish bilan bo'ldi ekan-ku. Ya'ni anglagan narsalar asdan chiqib qoldi ekan, lekin ko'z bilan ko'rgan siz shu muhitning ichidagi narsani siz asla unutib qolmaydi ekansiz. Bizning chiqish nuqtamiz shu amaliyotda. Shuningga bu ko'zoynakni taqagan hozir endi dunyoning eng taraqqiyotgan almi shirkati Apple'mi buni chiqardi. Anikin buningda albatta Facebook hamma narsada bular oldi qarab, bu dunyodagi eng ilg'or texnika bu. Endi sizlar o'zingizning tirishchanligi bilan endi bu mavhum reallik, ya'ni bu ko'zoynakni taqagan odam masalan shu bizning vatandagi lagerning ishini ko'ra oladi. Xuddi o'z shu lagerning ishi kirgandek saqchilarning mayaq avtomatni ko'tarib ya bo'lmasa makbuslarning ziyonkashlik qilayotganligi, jazolayotganligi, qiynayotganligi, qiynalganlarning vaqirab, jaqirib qolganligi, shu naqash turmining ichida o'zi o'tagandek bo'ladi degan shu reallikni vujudga keltirdi, shunami? To'g'ri. Shu reallikni hozir bizniki 6 sakini bor. Ya'ni biz sirtdan kirgan chaqda
Masalan, birincisi Tursunoy Ziyovuddin xonimninki degini bo'yicha bu lagerga kirishdan burun qanday tekshirishlardan o'tdi. Masalan, organlarni tekshirdi, qon tekshirdi, o'pka, yurak iqtidorlarini tekshirdi. Bu 2 sekunddan yani qon plazmasi bilan betiplik apparatninki o'tgandan keyin siz turmaga kirsiz. Turmadan nima qaraoy deydi, jazolash uyiga kirsiz. Bu shunchalik aynan bir holatga keldik biz. Shu aynan holatga kelishga 2,5 yil vaqt ketdi. Amaliyotda biz buni nihoyat burun boshlagan, oldida bir odam bilan boshlagan. Andan keyin buniki iqtisodini tepish nihoyat tasdiq to'xtadi. Ham bu xalqarodagi nihoyat yuqori maosh bilan ishlaydigan bir xizmat. Shunday. Lekin biz buni mandaç etgan chaqda 70-80% ixtiyori, ya'ni oz qism small shaklda pul berish orqali bir necha odam ishlatyapmiz. Lekin buningki hozirgi dunyodagi bo'libmi biz yoshlarni tarbiyalaymiz, yoshlarni da'vo qiziqtiramiz deymiz. Bu texnikalik narsa yoshlarni jalb qiladigan ham ularni ishlatadigan eng yaxshi usulga. Shu sababdanmi biz bu yuqori texnika bilan kishilarni o'zimizga jalb qilib Uyg'ur davosini texnik dunyoviy shaklga keltirmoqchi. Ya'ni bu orqali Uyg'ur davosini yana bir baldoq ko'targil bo'ldi. Gulnar xonim, Washingtonga xush keldingiz. Alaykum assalom, xush buldum. Gulnar xonim, siz alayida Bostondan mana bugun Amerikaning davlat majlisi ochilgan, masalan, bu Uyg'urlar to'g'risida bo'libmi Uyg'ur boshlang'ich maktabining kitoblarining nashr qilib, bu yerga kelib siz alayida tonishtirdingiz. Siz bu yangidan chiqqan bu ilibba kitoblarni mush bolalarga bu shuna qachon nashr bo'ldi? Buni nashr qilish orqali sizlar nima qilmoqchi, shuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat sizga. Biz bu mana ko'rib turibsizlar, boshlang'ich maktab til adabiyot darslari, ya'ni birinchi yillikdan 5-yillikgacha. Elifbadan boshqa endi til adabiyot darslarim borda. Buni tuzib chiqdik. Eng dastlabda bu darslik kitobni Uyg'ur akademiyasi tarmog'idagi Ona til komiteti bir guruh mutaxassislar birlikda planga olgan. Keyin endi bo'libmi bultur shu 4-oydan boshlab Amerika Tinchlik institutining iqtisodiy jihatdan qo'llashi bilan bu darslik kitobni ustidan tekshirib bekitish, undan keyin muharrirlar ko'rib chiqish degandek qatlam bu yolg'iz 1-2 odam tuzgan kitob emas. Nihoyatda ko'p mutaxassislar ajrini singdirib bu kitobni nashrdan chiqardik. Mana bu yil shu 5-oyda nashrdan chiqdi. Endi bu kitobning eng muhim qismi vatanda, ya'ni 2017-yili 9-oyning 1-kuni Uyg'ur til adabiyoti darslari yo'q qilindi. Buni hammamiz bilamiz. Shu kundan boshlab biz chet elda bolalarimizni Uyg'ur kimligini saqlab qolish uchun qanday qilishimiz kerak? Uyg'ur kimligini saqlashda shu til eng muhim halqa. Madaniyatni saqlab qolishda til muhim halqa bo'ldi. Shuning uchun bu til adabiyot darsligimiz bo'lish kerak. Odam har qanday bir millat o'zining kimligini adabiyot orqali asta-asta o'rganib maqdi. Shuningga biz bu darslik kitobni tuzib chiqdik. Asli planimizda, ya'ni boshlang'ich maktab 1-yillikdan to'liq o'tirni bitgacha darslik kitob tuzish planimiz bor. Hozir ham bu 5 kitob nashrdan chiqdi. Bu kitoblarni biz bütün dunyoning har qaysi joylaridagi ona til maktablariga taqitimiz. Buning bilan bizning bolalarimiz, hatta vatanda tug'ilmagan, ya'ni chet el tug'ilgan, vatanni ko'rib boqmagan bolalarımızmı vatan sevgisi bilan bu kitobni o'rganib, vatanning nadligini, Uyg'ur kimligini, Uyg'ur madaniyatini, Uyg'urlarning tarixini, ajdodlarimizni o'rganib chiqadi. Lekin bu masalan bu ilibba, masalan bu til adabiyot kitoblarida, masalan buniki rasmlari nihoyatda ta'sirli Uyg'ur bolalar masalan yugurib yurgan, o'ynayotgan, masalan bu bir rasmlik hamda ilibba ham til adabiyot kitobi. Endi buning hamda jalb qilish kuchi qanchalik bo'ldi? Bo'lib chet el tug'ilib o'sib cho'ng bo'lgan bolalarga. Albatta u bek muhim. Bizda bu guruhimizda yana pedagog, psixolog mutaxassislarimiz bor. Ana boshlang'ich maktabning bolalarining saviyasida yana har bir yillikniki yosh aloyidligi asosan mesela elibba kitobda hamma batta rasmlar bor. Rangli kitoblarimizning ichi rangarang rasmlar bor. Ana mana ko'rib turibsiz, mana bu sizga rasmlarni maxsus shu rassomlar chizib chiqdi.
Muşu do'ppi kiyib olgan, atlas ko'ylak kiyib olgan, kanvoy ko'ylak kiyib olgan qaraslam Uyg'urligi namoyon bo'ldi-da. Mening Uyg'urning kiyimi ekan deb bolalarimizni kiyim-kechaklarini o'zining madaniyatini suydigan bo'lib yetishib chiqdi. Buningdan boshqa yana kitobning ichida vatanning tog'daryolarini, yani uni shu danglik fotograflarning rasmlarini akirdik. Masalan, vatan so'ygisi desak, shu har bir temaga munosabatlik rasmlarni qo'ydik. Foto suratlarmi bor, sızgan rasmlar bor. Uningdan boshqa bo'pmi vatanimizning xaritasini coğrafiya kasbiy jihatdagi mutaxassislarimiz o'zi shu ichidagi xatlarning hammani uyg'urcha qilib, xaritalarni qaytadan sizib yezib chiqdi, ichidagi joy-joylarning nomlarini uyg'urcha qilib yezib chiqdi. Ya'ni demakchi bo'lganingiz ichidagi xitoycha atalg'u hamma narsani siqib chiqarib, ya'ni uni rasmiy uyg'ur shaklda uyg'ur asli nom bilan va xaritani qaytadan vujudga chiqarish, shundami? Shundoq, xaritamizni masalan vatanimizning yer shakli xaritasi, ma'muriy xaritasi, hatto vatanimizning tog' daryolari, ko'llari to'g'risida ko'nikmalar bor, xaritaga bog'langan. Masalan, har bir kitobda az degan bir qanchadan xarita bor. Eng dastlabda vatanning jo'grafiyalik, ya'ni ichida qaysi shaharlar bor, qaysi davlatlar bilan chegaradosh degandek bularning hammasi uyg'urcha yozildi. Anondan keyin tog' daryolariga beg'ishlangan xaritalarda yuqorijilik chiqqan chog'da ko'nikmalarimiz bor. Masalan, xaritaning ichiga nomerlarni qo'yib, anondan keyin bu ko'llarning, daryolarning ismlarini berib, tutashtiring. Xaritadagi qaysi nomerga qaysi daryo to'g'ri keldi deganga o'xshash. Mushundaq qilish orqali bolalarningki vatan so'ygisini, vatanni tonish, ko'z oldiga keltirish, chunki borolmaydi emasmi hozir. Shunda bo'lgandan keyin bu mushu jihatlarda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Maniki oxirgi savol, ya'ni bu hozir hamda nashrdan chiqdi, hamda bu rasmiy shaklda o'lchamlik shakl chiqdi. Vatannikini Xitoy hamda yo'qotdi, hamda bizning vatanda yo'q bunday kitoblar. Bu tunji qitim hamda Uyg'ur akademiyasining yetakchiligida hamda Amerika Tinchlik instituti ularning moliya jihatiga yordami bilan bu oxiri hamda vujudga chiqdi. Hamda sizlarning maqsadinglar bu kitoblarni Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Turkiya, Avstraliya ne bo'lsin, Muşu muhaciratki Uyghur ana maktablari bilan hamkorlashish orqali bu kitoblarni taqib, buni rasmiy o'lchamlik darslik qilib ularga o'tkazmoqchi, shunami? Shundoq, biz oldi bilan dastlabda besib chiqqan nusxalarini butun dunyoning har qaysi joylaridagi ana til maktablariga taqdim qilamiz. Bu kitoblar har qaysi joylardagi ana til maktablariga borgandan keyin o'qituvchilar darslarini tayyorlab bolalarga o'tadi. Undan keyin biz yana davomli turda o'qituvchilardan ham o'quvchilardan, mush kitobni o'rganguvchilardan fikr olamiz. Kitob qanday bo'pti, qanday yetersizliklar bor, qanday ortiqchiliklar bor, nimalar qiynaldinglar degandek. Taqatgandan keyin buni bolalar o'rganadi, hamda 5 kitob az degan 5 yil vaqt ketadi agar boshdan boshlab o'rgansa. Undan keyin yana davomli nurg'un planlarimiz bor, inshaalloh Xudoyim buyursa. Vatanda yo'q qilib aytgan bilan biz yo'qmaymiz. Chunki Uyg'urlar nihoyat uzun tarixga, madaniyatga ega bir millat. Bu madaniyatga ega millat oson yo'qolmaydi.